Jamiyatimizda, aksar boshqa jamiyatlardan-ku bizda ayniqsa eng katta xato deydimi, kasal, achinarli joyi aytsak ham bo'ladi. Biza ideallashtirilgan insonlarimiz o'ziga to'q, o'ziga chiroyli kiyingan, chiroyli mashinada yurgan, boy, badavlat odamlarni ideal qilib olganmiz. Biz olimlarni ideal qilmayapmiz. Bor olimlarni qadriga yetadiganlar, lekin omma olimlarni qadriga unaqa yetmaydi. Biza qanaqadir boshqa tadqiqotchi, qanaqadir boshqa xalqqa xizmat qiladigan kasb egalarini, oddiy shifokorlarni ham ideallashtirmayapmiz. Biza o'sha Gelenwagen'da yurganni va qimmat Kiton yoki bo'lmasam Stefano Ricci bo'ladimi, Dolce Gabbana yoki boshqa kiyimlarni kiyib olganlarni ideallashtirganimizni hisobiga shu idealga yaqinroq yuraman deb odamlar qimmat narsalarni, kerak emas narsalarni olishga harakat qiladi. O'sha narsa kerak emas o'zi.